Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu psixika nuqtasidan chiqish qilib, tahdid va uningdan g'olib kelish to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Tahdid deganimiz shu yoshurun yoki oshkor mavjud bo'lgan insonlarda psixikalik va fizikalik ya'ni jismoniy va ro'yi zaxmi paydo qilish ehtimoli bo'lgan qarshi tarafda andisha, qo'rqinch paydo qilish orqali ma'lum maqsadga yetish uchun o'tirg'a chiqqan so'z, harakat va qilmish bo'lib, uning asosli maqsadi insonlar orasida andisha, qo'rqinch va vahima paydo qilish orqali insonlarning ro'yini kontrol qilish, ularni mutlaq bo'ysundirish va shu orqali o'zining ko'zlagan maqsadiga yetish. Bu odatda biz kundalik turmushimizda ko'rib turayotgan tahdidninki asosliq mazmuni va uningki maqsadi. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu tahdid deganda tahdid qilg'uchi va tahdid qiling'uchi bo'lib, tahdid qilg'uchi qarshi tarafninki ma'lum ojiz nuqtasini tutib olib, uni ro'yijatdan kontrol qilish orqali o'zininki maqsadiga yetish uchun qo'llangan bir qism taktika yoki usul bu odatda biz deyotgan tahdid hisoblanadi. Endi bu tahdid degan vaqtimizda biri keng doiradagi tahdid, yana biri tar doiradagi tahdid bo'lib, tahdidninki keng doiradagi tahdidni biz tabiiy tahdid va insonlar tarafidan paydo qilingan sun'iy tahdid deb ikki cho'ng turga ayirishga bo'ladi. Yani tabiiy tahdid degan vaqtida shu har xil tabiiy ofat va har xil kasalliklarninki insonga keltirgan tahdidi bo'lib, bu odatda tabiiy shakllangan tahdid. Ikkinchisi shu insonlar tarafidan paydo qilingan sun'iy tahdid degan vaqtida insonlar ninki ma'lum ojizligini tutib olib, ma'lum maqsadga yetish uchun insonlar tarafidan paydo qilingan tahdid. Bu ikkinchi turdagi insonlar tarafidan paydo qilingan sun'iy tahdid doirasiga kirdi. Bu faqatla cho'ng doiradan qarag'an vaqtidagi tahdidning turi. Anandan keyin bugun shu so'zlamoqchi bo'lgan asosliq mazmun ikkinchi, ya'ni insonlar tarafidan paydo qilingan sun'iy tahdid bo'lib, bu tahdidni men tushuntirish oson bo'lishi uchun tövendagi 3 xil turga bo'ldim. Birinchisi shaxsiy tahdid, ya'ni insonlar orasidagi bir odamning yana bir odamga qo'llangan tahdidi. Ikkinchisi kollektiv yoki guruh tahdid, ya'ni ma'lum bir millatniki yoki ma'lum bir guruh odamlarning yana bir guruh odamlarga keltirgan tahdidi. Misolanga tashkilotlar orasidagi, ya'ni qor jamiyatlar orasidagi tahdid bular asosan guruh tahdidi yoki kollektiv tahdid kirdi. Uchinchisi hokimiyat tahdidi. Yani hokimiyat tahdidi degan vaqtida bu asosligi shu qonun, ya'ni soqchi, harbiy qurol kuchlar orqali yana bir tarafga tahdid tushirish, tahdid paydo qilish, ya'ni bu hokimiyat tahdidi yoki bo'lmasa hukmron sinflarniki umum xalqqa keltirgan tahdidi. Bu faqatla mening bu tahdid to'g'risidagi bu leksiyani tushuntirish uchun o'zim shu turlarga ayirib chiqqan 3 xil turdagi tahdid.
Albatta, bu tahdidlar orasida ba'zida bir-birlariga kirishib ketgan bo'lib, misolanga shu hokimiyatning xalq yurgizgan tahdidimi ba'zida shaxslar orasidagi tahdidlar orqali ifodalanishi mumkin. Chunki u o'xshamagan yo'llarni qo'llanganligi uchun, ya'ni ma'lum bir soqchidan foydalanib, yana ma'lum bir shaxsga keltirgan tahdid bo'yicha ifodalanishi mumkin bo'lganligi uchun ba'zi taraflarda shaxslar orasidagi tahdidga o'xshab ketsa, yana ba'zi taraflarda ya'ni guruh yoki tashkilot yoki kollektiv tahdidlar bilan o'zaro kirishib ketgan bo'ladi. Men faqatla bu shu tahdidni yaxshi bir tushuntirish uchun bu 3 xil turga ayirib chiqdim. Undan boshqa shu tahdidninki paydo bo'lish ahvoliga qarab, ya'ni amaliy mavjudiyatiga qarab, yana tuvandagi 2 xilga ayirishga bo'ldi. Birinchisi tahdidga uchirg'uchining tasavvuridagi tahdid. Ya'ni bu tahdid amaliy mavjud bo'lishi notayin, lekin tahdidga uchirg'uchi o'zi tasavvur qilish orqali, ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida inson o'zining tasavvuri, gumoni, o'tmishdagi kechirmishlari va yoki atrofidagi boshqa insonlar uchirgan tahdid yoki jazolarga asosan o'zlari tasavvur qilib chiqargan yoki o'ydirib chiqargan tahdid. Bundaq tahdidlar normalda rasmiy mavjud bo'lishi notayin. Shunga men buni tahdidga uchirg'uvchininki tasavvurdagi tahdid yoki amaliy mavjud bo'lmagan tahdid deb oldim. Ikkinchisi albatta amaliy mavjud bo'lgan tahdid. Ya'ni tahdid qilguvchi oshkora va yoshirin holda ifoda etgan har xil shakldagi tahdidlar. Bu ikkinchi turdagi tahdid. Bugun men so'zlamoqchi bo'lgan mazmun asosligi shu 2 xil tahdid. Ya'ni birisi tasavvurdagi tahdid, yana ise amaliy tahdid. Bu 2 xil tahdidninki mavjud bo'lib turish ahvoli asosan o'xshab ketadi. Ya'ni nurg'un insonlar o'zininki tasavvur orqali o'zida qo'rqinch paydo qilish, o'zida yo'q yerdan tahdid paydo qilish orqali o'zini vahimaga soladigan ahvollarmi xillar umumlashgan. Bu asosligi shu o'tmishda beshidan ig'ir kunlar o'tgan yoki jazoga uchirgan yoki ma'lum bir qatnash voqeasiga uchirganlar shu xotira sababidan keyinmi o'ziga bir xil tasavvur orqali tahdid yaratib, mundaq qilmasa mundaq bo'ladi, mundaq qilsa mundaq bo'lishi mumkin degandagidek o'zini o'zi qo'rqitadigan ahvollar shu psixikada masal chiqqan odamlarda ko'p uchraydi. Ben yuqorida deb o'tdim, tahdid degan vaqtida tahdid qilguvchi va tahdidga uchirguvchidan iborat bu 2 muhim tarafni o'z ichiga oladi deb, undaqda bu tahdid qilguvchi va tahdidga uchirguvchi orasida qandaq bir farq bor degan vaqtida tahdid qilguvchi normalda aktiv va kuchli o'rinda bo'ladi. Haqsiz va qonunsiz taraf hisoblanadi. U hujum qilguvchi hisoblanadi. Anandan keyin eng muhimi tahdid qilguvchi maqsadga yetish uchun qo'rqitish, vahima paydo qilish usullarini qo'llanadi. Tahdidga uchirg'uchi bo'lsa, tahdidga uchirg'uchi passiv va ojiz o'rinda bo'ladi. Haqliq va qonunliq taraf hisoblanadi. U asosliq o'zini qo'g'dug'uchi hisoblanadi. Hamda u qo'llangan usulga kelsak, u oldida 2 tanlash bo'lib, biri o'zini qo'g'dash uchun tiz bukish yoki o'zini qo'g'dash uchun qarshilik ko'rsatish. Bu tahdidga uchiruvchilarningki oldida qo'yilgan 2 tanlash yo'li. Hamda bizningki qaysini tanlashimiz o'zimizningki psixika holatimizga bog'liq bo'lib, ya'ni psixikamiz qarshi tarafga ro'yi holatimiz
psixikamiz qarshi tarafga qancha bog'langan bo'lsa va yoki qarshi taraf bizningki ro'yi ojizligimizni qanchalik kontrol qilgan bo'lsa, bizningki tiz pukish ehtimolimiz shuncha yuqori bo'ldi. Aksincha bo'lganda, o'zimizni qo'g'dash uchun qarshilik ko'rsatishning ehtimoli ko'p bo'ladi. Men yuqorida shu tahdid qilguvchi bilan tahdidga uchirguvchilar orasidagi farqni so'zlab o'tdim. Undaqda shu tahdid qilguvchi zot nima sababdan tahdid qila oladi? Yoki bo'lmasa tahdid qilib muvaffaqiyat qozona oladi. Bu deganda buning asosli sababi birinchisi tahdid qilguvchi qarshi tarafning ro'yi holatini va psixikasini yaxshi tushungan va uni qanday kontrol qilishni yaxshi bilgan bo'ladi. Bu odatda shu shaxsiy la orasidagi tahdidni ko'p uchraydigan ahvol bo'lib, shu tahdid qilguvchi qarshi tarafningki ro'yi holatidagi psixikalik ojizlikni yaxshi tushungan vaqtida, uni qanday kontrol qilishni bilgan vaqtida, anandan keyin bu odamningki tahdidining muvaffaqiyat qozonish fursati yuqori bo'ldi. Ikkinchisi, tahdid qilguvchi qarshi tarafningki ma'lum ozligini tutib olgan vaqtida, misolanga u bir yolg'on gap qildi yoki ma'lum sir saqladi yoki ma'lum o'tmishda ma'lum ishni xato qilgan bo'ldi yoki ig'ir jinoyat o'tkazgan, ya'ni boshqalar bilmaydigan bir jinoyatlarni o'tkazib qoldi. Mushundaq ahvollarni bilib olgan vaqtida tahdid qilguvchi qarshi tarafning bu ojizligini tutib olib ularga tahdid qilishi va muvaffaqiyat qozona olishi mumkin. Uchinchisi, tahdidga uchirguvchi tahdid qilguvchining ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilgan vaqtida o'zi duch kelish ehtimoli bo'lgan ziyon zahmatni eng yuqori darajada to'vallatkili bo'ladi deb qaragan va yoki shuningga ishongan. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida bu iliqi tahdid qilguvchi bilan moslashib shuning gapini anglashni, o'zini qo'g'dashninki birdan biri yo'li deb qaraganligi uchun u tahdid qiluvchi tarafidan kontrol qilingan bo'ladi. Endi mundaq aytsak, shu 3 xil sabablar tufaylidan tahdid qilguvchi qo'rqmay qarshi tarafga tahdid qila olishi ham tahdidninki natijalik bo'lishiga kafolat qilishi mumkin. Undaqda shu tahdid qilguvchining tahdidini bijit qilish, ya'ni vayron qilish, uni mag'lub qilish uchun albatta bu 3 nuqtani biz tushunib yetishimiz, shu 3 nuqtaga qarshi tadbir qo'llanishimiz nihoyat muhim. Shu sababdan buni men alohida ta'kidlab o'tdim. Albatta har bir tahdid qilguvchininki konkret ahvoliga qarab ba'zi o'xshamagan sabablar bo'lishi mumkin. Men bu yerda faqatla o'zim muhim deb qaragan 3 nuqtani alohida eskartib o'tdim. Chunki bu 3 nuqtani yaxshi tushunishimiz bizningki tahdidga qarshi turishimizda, tahdidga taqobil turishimizda nihoyat muhim. Undaqda qanday qilgan vaqtida shu tahdidga uchirg'uchi duch kelgan tahdid ustidan g'olib kelalaydi yoki uning texmi ig'ir yomon oqibatni keltirib chiqarishni saqlanqili bo'ladi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida tahdidga uchirg'uchi qanday qilib tahdid qilguvchininki ziyonkashligidan o'zini qo'g'day oladi. Birinchisi, oldi bilan tahdidga uchirg'uchi o'zining ro'yi ojizlik ustidan g'olib kelishi va uni yengish kerak. Ya'ni o'zininki ro'y jihatiga ojiz nuqtasini qarshi tarafga tutqizib qo'ymaslik kerak yoki bo'lmasa o'zininki shu ro'y ojizligidan g'olib kelish kerak. Bu shu tahdidga qarshi turishda nihoyat muhim. Agar biz o'zimizninki shu ro'y ojizligini yengolmasak, o'zimiz vahima paydo qilib o'zimiz qo'rqasak, bizga nisbatan ishonchi bo'lmaydi. Shunga oxirisida biz tiz pukish yo'lini tanlashimiz mumkin. Shunlashqa biz cho'qim oldi bilan tahdidga uchirg'uchi
özünün ro'yi ojizlik ustidan g'olib kelishi va uni yengishi kerak. Bu nihoyatda muhim. Ikkinchisi, tahdidga uchirg'uvchi o'zining ojizligi bilan yuzlashishi. Yani onu qabul qilishi kerak. Yani masalan burun bila bilmay ba'zi xatoliklarni o'tkazib qo'ygan bo'lsa, uni tahdid qilguvchi tutib olib qo'llanishdan burun uni eng muhimi o'ziniki yaqin do'stlarga, yaqin odamlarga deb shu o'ziniki ro'y ojizligi bilan yuzlashib, o'ziniki qalbiga yoshiringan uzun muddatlik qo'rqinishdan xoli bo'lish kerak. Agar bu tahdid qilguvchi tarafidan qo'llanish ehtimoli bo'lgan bu ojizlikni, bu tahdidga uchirguvchi oldin oshkorlavasa, ya'ni bu ojizlikqa o'zi yuzlansa, u vaqtida tahdid qilguvchiga nisbatan bir dasmiy tugaydi, dasmiy qolmaydi. Uni tahdid qilish boshqa sabab izlashga tirishishi mumkin yoki bu tahdidninki muvaffaqiyat bo'lmaydiganligini tonib yetib voz kechishi mumkin. Shunga tahdidga uchirg'uvchininki o'zining shu ojizligini, ya'ni qarshi taraf tutib olgan ojiz nuqtasiga yuzlanib, uni qabul qilishi va uni o'zining yaqinlariga, do'stlariga, yaqin atroflariga deyishi bu tahdid qarshi turishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Üçüncüsü tahdid qilguvchininki ro'y oltini ularning haqsiz taraf ekanligini tonib yetish. Ya'ni bunday aytgan vaqtida tahdid qilguvchi bizning ro'y ojizligimizni tutilib bizga tahdid qilgan bilan amaliyotda uningmi qo'rqinchisi bor. Chunki u qilayotgan tahdid qonunsiz bo'lganligi uchun, haqsiz bo'lganligi uchun uni boshqalarningki o'zini bilib qilishni xohlamaydi. Shunga bu tahdidga uchirg'uvchi agar mushu nuqtani tutib olgan vaqtida bu psixika jihatda qarshi tarafni yengalishi, andan keyin o qarshi tarafning o'ziga tahdid qilishni qilish ustidan g'olib kela olishi mumkin. Bu psixikada nihoyatda muhim. To'rtinchisi, tahdid qilguvchininki bir qitim maqsadiga yetishi bilan to'xtab qolmaydiganligini. Siz pukishninki masala hal qilishninki to'g'ri usul emasligini tonib yetish kerak. Chunki bu tahdid qilguvchi, tahdid qilinuvchininki shu psixikalik ro'y ojizligini tutib olganligi uchun o'zi g'alaba qilgansa uninki istaklarimi zo'rib mangadi. Shunlashqa bir qitim muvaffaqiyat qozonish bilan to'xtab qolmaydi. Buning oxiri yana chiqishi mumkin. Shunga tahdidga uchirg'uvchi cho'qim buni tonib yetib, agarda masalani tubdan hal qilay desa, hargiz tahdid qilguvchiga tiz bukmaslik kerak. Ya'ni dodillik bilan qarshi turib, tahdid qilguvchining yo'lini kesib o'tish kerak. Bo'lmasa, bu tahdid yana davomlashishi mumkin. Bu shu psixika nuqtasini aytgan vaqtida qanday qilib tahdidga uchirg'uvchi, tahdid qilguvchining ustidan g'olib kelib, uningga taqobil turishninki muhim bir usulli qatorda men bu to'rt tarafni men to'rt tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Bu bizningki shu ro'y ojizligimizni ustidan g'olib kelib, tahdidga qarshi turishimizda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Men bu bugungi qisqa leksiyani Amerikalik bir necha shaxsninki bir qism aqliya so'zi bilan oxirlashtirmoqchi. Amerikalik yozuvchi Susan Gale mundaq degan ekan, ba'zida siz o'zingizning eng cho'ng ojizligingiz bilan yuzlashmagicha o'zingizning ortiqchiligini his qila olmaysiz. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida biz ba'zida texmi cho'ng ishlarni qilish uchun o'zimizningki eng cho'ng ojizlik bilan yuzlashishimiz, shu orqali uning ustidan g'olib kelishimiz, keyingi cho'ng ishlarni qilishimizda nihoyatda muhim. Bo'lib psixika ro'y jihatda o'zimiz ustidan g'olib keladigan vaqtida andan keyin o'zimiz paydo qilayotgan vahimalardan qutula olamiz. Amerikalik yana bir yozuvchi Ricky Rogers degani mundaq degankan, ortiqchilik nima ish qilishdan emas, balki qila olmayman deb qaragan ish ustidan g'olib kelishdan keladi.
Yani ortiqchilik, biz masalan palonining bunda ortiqchilik va pistoning bunda ortiqchilik va degani u o'zining qila olgan ishidan emas, balki qilolmayman deb qaragan ishidan yoki boshqalar qilolmagan ishlarni qila olganlik vaqtida anandan keyin u odamning ortiqchiligi bo'ladi. Anandan keyin Aaron Andrew degan bu danliq shu tantarbiya televizor program ishlaguvchi mundaq degan ekan, ojizligingizni e'tirof qilish sizning ortiqchiligingizni tuvallatmaydi. U aksincha sizning jasoratingizni ko'rsatadi. Ya'ni bir odamning o'zining ojizligini e'tirof qilish yoki ojizligini qabul qilish u hargizmi u odamningki ortiqchiligini tuvallatmaydi. Aksincha u odamning qanchalik jasorat ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni demak, biz o'zimizning ojizligimizni yoshirishdan ko'ra ba'zida uni e'tirof qilsak, yuzlansak, bu bizningki boshqalardan kelayotgan tahdid ustidan g'olib kelishimizga alayda muhim rol o'ynashi mumkin. Chunki tahdid qilguvchi dal bizningki ojiz nuqtalarimizni tutib olish orqali bizni tiz puktirmoqchi va bo'ysundirmoqchi bo'lgan. Agar biz shunga taqobil turimiz deydiganmiz, bu o'zimizningki ojizligimizga cho'qim yuzlanishimiz, anandan keyin shu kelish ehtimoli bo'lgan xatarga yuzlanishimiz, o'zimizningki u xatardan yoki u tahdiddan qo'rqmaydiganligimizni bildirishimiz, qarshi taraf ustidan g'olib kelishimizda nihoyatda muhim. Bugungi bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.